aristonlarda mana eng kattasi borku, maksimum. Oxiriga olib kelasiz-ku, maksimum. Bu tifalga o'xshab qaynatadi, samorga o'xshab qaynatadi. Aristonga ham nagruska, ichkaridagi nakibni ham tezroq ko'payishiga olib keladi. Bunga qo'yish mumkin emas. Bunga qachon qo'yiladi? Bir 3-4 kishi podrad cho'milmoqchi bo'lsa, cho'milishdan 1 soat oldin qo'yib, cho'milib chiqqandan keyin yana iziga qaytarib, mana eko degani bor. Ekoga qo'yib qo'yish kerak. Mana degan harf turibdi-ku yana. Shu ega qo'yib qo'ysangiz, uni kechqurun mana bundayroq ham qo'ysangiz bo'ladi, yotishdan oldin misol uchun-da. Sizga mana eko 55 gradus qaynamoqchi bo'lib, qo'lni kuydiradigan suv bo'ladi. Mana bunda sal qo'l kuydiradigan pastroq 30 gradus shunday bo'ladi. Cho'milishda ilojisi mana shunday pastroq qilib qo'ying, har doim tursin pastroq. Cho'milishdan oldin, masalan, cho'milgan kirishdan 1 soat oldin mana bunday qilib ega qo'yib qo'ysangiz, yarim soat oldinmi ega qo'yib qo'ysangiz, tez qizdirib beradi. Mana unga kamdan kam holatda qo'ymaysiz cho'milchaga. Aristonga ham nagruska bu. Mana shu eda tursin, ekoda. Mana shuni. Rahmat.